o'zingizni 3 tur bahoga o'qiydigan o'g'il bolalardan aqlliroq deb o'ylaysizmi? Bunda keling, hozir istalgan bolani to'xtatamiz va savol-javob o'yinini o'ynaymiz. Aha, xo'p, mayli. Bularning aytishicha, qiz bolalar aqlliroq ekan. Hozir savol-javob o'yinini o'ynaymiz va kim birinchi bo'lib 5 ta savolga to'g'ri javob bersa, 100 ming so'm pul yutug'iga ega bo'ladi. Rozimisiz? Roziman. Unda savollarni o'qib eshittirishni boshlayman. Inson tanasidagi eng katta a'zo? Chek sistemasida. Yo'q, noto'g'ri. Tana, teri. Mana yaqin keldingiz. Terida. Javobingiz to'g'ri, 1-0. Keyingi savolni o'qib eshittiraman. 2 daryo oralig'i. Bo'pti, variantlar beraman. Aha. Moron Nahr, Mesopotamiya. Qaysi? Mesopotamiya. Birinchi bo'lib ular to'g'ri javob bergani uchun 2-0 bo'ldi. Shimoliy Koreyaning poytaxti? Seul. Noto'g'ri. Variant bering. Variantlar: Bangkok, Pxenyang. Qiyin. 2-1 bo'ldi. Keyingi savol. Quyoshga eng yaqin sayyora? Merkuriy. Javobingiz to'g'ri, hisob 2-2 bo'ldi. Keyingi savol. Eng katta materik? Quyosh. Yo'q. Yevrosiyoda. Javobingiz to'g'ri, 3-2. Keyingi savol. Turkiya hozirgi qaysi hududda joylashgan? Qadimda. Ham Yevropaga, ham Osiyoga qaraydi. Turkiya. Turkiya, javobingiz to'g'ri. Navbatdagi savolimiz: qayerdan barcha mebellarni boshlang'ich to'lovlarsiz, hech qanday foizlarsiz 12 oyga bo'lib to'lashga olish mumkin? Ishonch savdo do'konlari. Javobingiz to'g'ri. Faqat bu 12-aprelgacha davom etadi. Navbatdagi savol: eng ko'p rasmga tushiriladigan joy dunyoda? Efir. Voy, 4-4 bo'ldi. Navbatdagi savol: Rimdagi eng mashhur yodgorlik? Kolizey. Voy, javobingiz to'g'ri va qiz bolalar jamoasi g'alaba qozondi. Birinchi bo'lib siz 5 ta savolga to'g'ri javob berganingiz uchun 100 ming so'm yutib oldingiz. Birinchi 5 ta savol